بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث عشر 13 ders. Hamsa arkadaşlar 13 dersimizdeki biz öğrenmekçi olan muhim mazmun köplük. Yani Arap tilidagi köplük ikki xilga bo'linadi. Birisi Cemi musahhah, yani cemi salim deymiz. Yani birisi cemi mukassar. Cemi salim deganimiz sağlam köplük degan gap. Cemi mukassar deganimiz shakl sundirilgan köplük degan gap. Yani buning o'zining ma'nosini chiqib turadi. Sağlam köplük deganimiz sifat shaklidagi ismlar oxiriga vo va nun qo'shilibla köplükka aylantirilgan köplüklar. Masalan, Muslimun. Bunu köplükle aylandırırsak Muslimuna. Alimun. Köplükle aylandırırsak Alimuna. Mana muşnunga o'xshagan sifat shaklidagi so'zlarning oxiriga vo bilan nunni qo'shibla aylantirilgan köplüklar sağlam köplük deyiladi. Yani cemi mukassar, yani sundirilgan köplük deganimiz aslidagi birlikdagi shakl o'zgartirilib köplükka aylantirilgan köplüklar sundirilgan, yani mukassar cemi mukassar deyildi. Masalan, rajulun köplükka aylantirilsa rijalunga aylanadi. Kitabun köplükka aylantirilsa kutubun, yani aslidagi birlik holati o'zgartirilib köplükka aylantiriladi. Bu cemi mukassar. Endi bizga muhim bilishga tegishlik mazmun bu jumladagi asosiy bilak köplükka aylansa, masalan asosiy bilak deganimiz jumladagi igi bilak qatorliqlar, ega sifatlangich qatorliq bilaklar asosiy bilak hisoblanadi. Igi bilak köplükka aylantirilsa, shunga mas holda xabar bilak yoki sifatlangich bilak köplükka aylansa, bunga mas holda sifat bilak köplükka aylanadi. Yani jumladagi asosiy bilak köplükka aylansa, qo'shimcha bilaklarmi mas holda köplükka aylanadi. Shu nuqtaga diqqat qilib olsak, qolgan mazmunlar bizga qiyin to'xtamaydi, Biz avval yangi so'zliklarni o'rganib olaylik. Al-kalimatul jadida. Yangi so'zlar. Al-haqlu, huqulun, an-nasu, al-qaryatu, ad-dayfu, ash-shaykhu, al-mat'amu, al-madrasatul ibtidaiyya. Al-haqlu deganimiz etiz. Huqul uning ko'pligi etizlar. An-nasu kishilar. Al-qaryatu yeza yoki kanat. Ad-dayfu mehmon. Ash-shaykhu oqsoqol. Endi oqsoqoldan boshqa menda hurmatlik o'zi yosh kichik bo'lsa-mu, hurmatlik ama bilimli kishilarni arablarda ash-shayx deydigan hukm bor. Asli o'zining asli ma'nosi qari buvay degan ma'noda. Ammo keyincha yurt mahallining cho'ng oqsoqoliga, undan keyin bilimli kishilarga, hurmatli kishilarga mu shayx deb ishlatiladi. Al-mat'am oshxona, shu bozorlardagi oshxonalar. Al-madrasatul ibtidaiyya boshlang'ich maktab. Yani saqlashlar so'zliklarni yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin tekst kelsak bo'ladi. Avval men sizlarga tekstni o'qib berayotgandan keyin tarjima qilib tahlil qilib beraman. الدرس الثالث عشر. من هؤلاء الفتية الطوال يا علي؟ هم طلاب جدد. من أين هم؟ هم من أمريكا. أهم زملاؤك؟ نعم هم زملائي. هم في فصلي. أهم مجتهدون؟ نعم هم مجتهدون. ما أسماؤهم؟ أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله. ومن هؤلاء الرجال القصار؟ هم حجاج. من أين هم؟ بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. أين المصطفى وأصدقاؤه؟ ذهبوا إلى المطعم. Tarjimasi diqqat qilaylik. Bu yosh yigitlar, bu igiz yigitlar kim? Ya Ali. Odatda Ali, ya Ali degani jumladagi chaqiriq harfi, chaqiriq bilak. Anog'ani Uyg'urchada buni intonatsiya orqali Ali. Bu
igiz yigitlar kim degan shaklda tarjima qilamiz. Endi bu jumladagi asosiy bilak haulai al-fitya. Al-fitya yigitlar fatanning ko'pligi fitya bo'lib, shu al-fitya ko'plik keltirilishi bilan buning ishlatilgan ko'rsatish almashmo haulai deb ko'plik ishlatilindi. Lekin uning sifati bo'lgan tivalmo mas qadamda ko'plik shaklda keltirildi. Endi men bu o'rindagi savol vositasi bu ko'plik, birlik, erlik, ayollikqa o'rtaq ishlatilgachga bu yerda buni ko'p birlik ya ko'plik deb shakl jihat ayrilmaydi. Qaysi kelsa ishlatilaveradi. Hum tullabun julud, ular yangi o'quvchi. Jumlaning egisi hum ko'plik kelgachga xabar bilakin tullabun juludunmi o'xshashlar ko'plik kelyotdi. Tullabun sifatlanguvchi juludun nima? Sifat jadidning ko'pligi julud, talibning ko'pligi tullab. Sifat va sifatlanguvchi har ikkili bilak ko'plik shaklda keltirildi. Min aynahum, ular qayerdan? Bu jumlada shu igi bo'lgan humlam ko'plik keltirildi. Lekin ayna bu ravish bo'lg'achqa, savol vositasi ravish bo'lg'achqa buning ko'plik birlik deb ayrilmaydi. Hum min Amerika, ular Amerikadan. Ahum zumalauk, ular sizning saboqdoshlaringizmi? Hum ko'plik, zumalaukmi mas holda zamilning ko'pligi zumalauk ko'plik keltirildi. Naam, hum zumalai. Hum fi fasli. Shundoq ular mening saboqdoshlarim, ular mening sinfimda. Ammo jumladami hum ko'plik keldi, zumalai degan xabar bilan o'xshashlar ko'plik keltirildi. Hum igi bilan ko'plik keldi. Fi fasli ravish o'g'achqa buni ko'plik birlik deb ayrilmaydi. Ahum mujtahidun, ular tirishchanmi? Qarayli. Hum igi bilan mujtahidun xabar bilan. Igi bilan masalda xabar bilan nima keltirildi? Ko'plik keldi. Lekin mujtahid birligi mujtahidda mujtahidning oxiriga vav bilan nun qo'sh orqali ko'plikka aylantirildi. Bu jami muzakkar salim deyildi. Ya'ni erlik sog'lom ko'plik. O'rinlardagi talibni tullabga ko'plik qilingan, fatanni fityanga ko'plik qilinganning shaklini hammasi jami mukassir deyildi. Ma asma'uhum, ularning ismlari nima? Asma ismning ko'pligi. Asma'uhum, ularning ismlari Yasir, Zakariya, Musa va Abdullah. Wa man haula'i ar-rijalul qisar? Bu pakar kishilar kimi? Haula'i ko'plik, ar-rijalmu ko'plik, qisarmu mas qadamda ko'plik keltirildi. Hum hujjajun, ular hojilar. Min aynahum, ular qayerdan? Ba'dhuhum min as-Sin va ba'dhuhum min al-Yaban. Bir qismi Jungudan, bir qismi Yaponiyadan. Aynal Mustafa va asdiqahu? Mustafa va uning do'stlari qayerda? Zahabu ila al-mat'am. Ular oshxonaga ketdi. Ma'runda Mustafa va uning do'stlari ko'plik o'g'achqa, uning keltirilgan filmi zahabu mas qadamda ko'plik keltirildi. Saboqdoshlar, jumladagi darsdagi va tekstlardagi jumladagi birlik va ko'plik keltirish qoidalarini ozroq tushungan bo'lsak, mashqlarni ishlab boqaylik. Tamarin, ko'nikmalar. At-tamrin al-awwal, birinchi ko'nikma, havvil al-mubtada'a fi kulli min al-jumal al-ati ila jam'a. Tuvandagi jumlalardan har biridagi mubtadani ko'plikka aylantiring. Masalan, mubtada yana igini ko'plikka aylantiring degan gap, mas qadamda xabarlarni ko'plikka aylantiradi. Masalan, hada talibun. Agar mushun ko'plikka aylantirib bo'lsa, avval haulayni aylantiramiz. Undan keyin mas qadamda talibunning ko'plikka tullabunga kelamiz. Nima deymiz? Haulai tullabun. Ikkinchisi, hada tajirun. Hazani haulay o'zgartiramiz, tajirni tujjarga o'zgartiramiz. Mushu bo'yicha qolganlarini biz o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Undan keyin keyin berilgan xabar bilan haji tajir rajul kabir sag'ir qasr deganlarning matarabda tirnoq ichida berilgan ulga ko'plik shakllari bor. Shuni ishlatsak bo'ladi. İkinci ko'nikma havvil al-mufradat allati tahtaha khat ila jumu' kama huwa muwaddah fil misal. Misalda izohlanganidek ostiga sızılgan so'zlarni ko'plikka aylantiring. Masalan, berilgan misol, man hazar rajulu huwa haj. Bu jumladagi rajulni ko'plikka aylantiring deyotdi. Aylantirib boqaylik. Man hazar rijal. Rijal ko'plik kelgan ekan, oldidagi haza cho'qim ko'plik shaklda yana haulay kelish kerak. Ya'ni man haulay rijal. Andakin javobi huwa haj. Bu javobi. Bu erkim, u haji. Mendeki huwa hajmu sualga mas holda, sualdagi haulay rijalga mas holda huwa hum haj hujjat shaklida kelish kerak. Ya'ni hum hujjat.
ikkinchi misolni o'zimiz ishlab boqaylik. Min ayna haza talib? Bu o'quvchi qayerdan? Am talibni ko'plikka aylantiradi. Min ayna haza tullab? Am tullab ko'plikka aylanganki, oldidagi haza cho'qim ko'plikka aylanishgan ekan. Ha, ular tullab. Buningga mas qadamda javobi huwa minal hindining o'rniga nima keladi? Hum minal hindi keladi. Qolgan shakllarini o'zimiz shu bo'yicha ishlab baqsaq bo'ladi. Üçüncü ko'nikma adif al-asma' al-atiya marratan ila zahir va ukhra ila damir kama huwa muwaddah fil misal. Misolda izohlanganidek, tövendeki ismlarni bir qatim oshkora ismga izof qiling. Yana bir qatim almashqa izof qiling. Tushundingizlarmi? Muzaf ilayni, ya'ni ning qo'shimchasi qo'shilgan ikki so'zni birikma. Masalan, bizga berilgan misolda abna degan bir so'z bo'libdi. Undan keyin abnani Muhammadga muzaf qildik. Masalan, Muhammadning o'g'illari deb abna u Muhammad. Undan keyin abnauhu, uning o'g'illari deb hu'ga bir qitim izof qildik ekanmiz. O'sha bo'yicha ikkinchidan qilib asma'ut tullab, asma'uhum mush shaklda oxirigacha ishlab baqsaq bo'ladi. To'rtinchi misol iqra'il misal thumma hawwil jumal al-atiya misla. Misolni o'qing, undan keyin tuvandagi jumlalarni shunga o'xshash o'zgartiring deyapti. Masalan, at-talib zahaba ila al-mat'am. Bizga iya at-talib, xabar zahaba, xabar ila al-mat'am, zahaba degan fe'lning to'ldiruvchisi bo'ladi. Ana shu yerda at-talibni ko'plikka o'zgartiramiz. Avval igi bilakni, at-tullab deb ko'plikka o'zgartgandan keyin degan xabar bilan qo'ygan zahaba mas qadamda zahabu degan ko'plikka aylanadi. Mana shu bo'yicha qolganlarini o'zgartirib baqsaq bo'ladi. Masalan, at-talib jalasa fil fasli. Bunga at-talib at-tullab o'zgaraydi. Undan jalasa mas qadamda jalasu o'zgaraydi. At-tullab jalasu fil fasli. Shu bo'yicha qolgan ikkisini ishlab baqsaq bo'ladi. 5-chi ko'nikma tuvandagilarni o'qib, yezing deyapti. Asosda o'qib, yezish alasizlikatda, o'qish masalasiga kelsak, o'qib tarjima qilamiz. O'qib tarjima qilib, jumlalardagi ko'plik shakllarininki qurashtirilish ahvoliga, ya'ni jumla tuzilish ahvoliga diqqat qilaylik. Bu yana o'xshash o'zingizlarga topshiriq ketdi. 6-chi ko'nikma tuandagi so'zlarning ko'pligini yozing. Masalan, kabir, kibar, muslimun, muslimuna, rajul, rijal, abna, dayf, duyuf, fatan, fityatun, hajjun, hujjajun, akhun, ikhwanun. Yoki ikhvatun qildi. Akhunning ikhvan yoki ikhvatun. Sag'irun, sigarun, tawilun, tiwalun, g'aniyun, aghniya, faqirun, fuqara. Mushu bo'yicha o'zlashtirib ketsak bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. 13-dars, ikkinchi bo'lak. Biz oldingi darsimizda 13-darsning birinchi bo'lak so'zlab o'tgan. Endi hozir so'zlaydigan mazmun 13-darsning ikkinchi bo'lak. 13-darsning birinchi bo'lakda biz erlik ko'plik shakllari to'g'riliq so'zlagan. Endi 13-darsning ikkinchi bo'lakda ayollik ko'plik to'g'riliq so'zlaymiz. Endi erlik ko'plik to'g'risida biz erlik ko'plikni jami muzakkar salim, jami muzakkar jami mukassar deb ikkiga bo'lgan. Ya'ni sog'lom ko'plik, undan keyin sundirilgan ko'plik. Ayollikning o'xshashla sog'lom ko'plik va sundirilgan ko'plik deb ikkiga bo'linadi. Endi sundirilgan ko'plik deganimiz xuddi erlik ko'plikka o'xshash odatdagi birlik shaklining qurilmasi ko'plikka aylantirilgan vaqtda o'zgartirilib aylantirilgan qurilmalar bu jami mukassar bo'ladi. Endi jami muannas salim deganimiz-chi. Ayollik sog'lom ko'plik deganimiz desa oxiriga alif bilan cho'ng ta qo'shilib ko'plikka aylantirilgan ko'pliklar jami muannas salim. Masalan, muslimatun. Bir ayol musulmon qaratildi. Buni ko'plikka aylantirsak muslimatun. Talibatun, qiziq o'quvchi, talibatun o'xshash. Endi buningdagi muhim bir nuqta shu alif ta bilan ko'plikka aylantirilgan ko'pliklar azaldan zavar o'qilmaydi. Zavar o'qilishga tegishli o'rinlarda zavar o'qiladi. Mush nuqtasini tutib olsak, qolgan tarafi qiyin emas. Dars boshlashdan ilgari biz yangi so'zliklarni bir o'rganib o'taylik. Az-zawju, azwajun, al-mar'atu, nisa'un. Al-mar'atu imra'atun, qaribun. Az-zawju eri yoki ayoli. Har ikkilasi ishlatgan bo'ladi. Ayollar zavji desa erim degan ma'noda.